Ramazon oyida vazn olmaslik uchun 7 ta top tavsiyalarni sanab o'taman. 7-inchisi esa eng muhimi. Birinchisi, iftorlikni albatta og'iz ochayotganda bittagina xurmo va suv bilan boshlang. Xurmoni esa bittasi kifoya, chunki agar uni ko'proq yeb qo'yadigan bo'lsangiz, kaloriyasi ko'payib ketadi. Undan keyin siz tabiiyki yana ovqatlanasiz va sizda aksincha vazn yig'ishga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi esa og'iz ochgandan keyin albatta oshqozonga 15-20 minut dam berishimiz kerak, chunki biz pundomni shinsi yemaganmiz. Suv ichib, ichaklarimiz yug'izib olganimizdan keyin esa taomlansak yana yaxshi hazm bo'ladi. Uchinchisi esa albatta birinchi bo'lib salatdan boshlang. Qancha ko'p porsiyamizda salat bo'ladigan bo'lsa, shuncha bizga to'qlik signali borib, bizni yaxshi yengil hazm bo'lish va ko'p ovqat yeb qo'ymasligimizga sabab bo'ladi. To'rtinchisi esa eng muhimi hisoblanadi. Siz kam porsiyadan boshlang. Hardan biz albatta kuni bo'yi hech yemaganimizdan keyin ko'p ovqat yegimiz keladi yoki masalan katta tarelkalarni hajmga olishimiz mumkin, lekin bu esa hatto biz o'zimizga loyiq kichkina 25 santimetrli tarelkaga ovqatimizni mo'ljallashimiz kerak. Beshinchisi esa albatta iftor qilganimizdan keyin 15-20 daqiqa yoki bo'lmasa undan-da ko'proq sayr qilgani ko'chaga chiqish, chunki harakat esa bizning modda almashuvimizni tezlashishiga yaxshi yordam beradi. Oltinchisi esa saharlikni vaqtida qilish, chunki ko'pchilik saharlik qilmasdan uxlab qolib o'ta ro'za qilib borishadi, lekin bu esa bizning modda almashuvimiz pasayib, energiyamizni yana ham kamaytirib yuborishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun saharlikda esa foydali oqsilga boy bo'lgan mahsulotlar bilan to'yinib nonushta qilish tavsiya qilinadi. Yettinchisi esa eng muhimi, menga obuna bo'ling va bepul 30 kunlik challenge'imda esa storieslarim orqali kuzatib, yana ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ling.